Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ramazondan olinadigan foydalar. Alloh taolo bizga mana bu Ramazondan nimani o'qitiradi, bizga bu Ramazondan nima foydalarni bizlarga bildiradi. Mana shu haqda. Ramazon bizga shunchaki oy emas, balki tarbiya oyi, maktab oyi. Biz mana shu Ramazonga xuddi bir tarbiya beruvchi ustoz kabi bilishligimiz kerak bo'ladi. Chunki bu muborak oyda qilingan har bir ishimiz, tutgan ro'zamiz, Qur'onlarimiz, o'qigan taroyihlarimiz har biri bizga alohida eslatma, tarbiya berib boradi. Ramazonda tongdan shomgacha inson ro'zador bo'lib, o'sha halol bo'lgan narsani tark qiladi, to'g'rimi? Yeyishni, ichishni, shahvatni tark qiladi. Bu narsalar halol narsalar. Bu joyda harom narsa haqida gap ketmayapti. Harom narsani tark qilish hammamizga farz. Bil ittifoq u ro'zadan tashqarida ham, ro'zada ham haromdan mutlaqo saqlanishga buyurilgan, bu farz. Lekin mu'min odam Ramazonda halol narsani man qilib ro'za tutadi. Ramazon bandaga halolni ham tark qilish orqali Ramazondan tashqarida harom narsalarga yo'liqqanda batariqa olib o'sha narsadan tiyilishligini o'rgatadi. Endi inson o'zini hayotiga qarasinda, Ramazondan tashqari kunlarda shu 3 ta narsaga o'xshab yana qaysi bir halol narsani tark qila oladi. Masalan, Ramazonda yeyishni, ichishni, shahvatni tark qilyapmiz. Masalan, ko'p gapirishlik, muboh bo'lgan narsalar bor, gaplashib o'tirish yoki bo'lmasam o'yin, kulgi. Shunga o'xshagan halol bo'lgan oddiy narsalarni kim tark qila olgan Ramazondan tashqarida? Demak, agar inson shu narsani tark qila olgan bo'lsa, unda Ramazonni foydasi ta'siri bo'libdi. Ro'zani foydasi unga ta'sir qilibdi. Ammo agar odam hali haromdan ham tiyila olmagan bo'lsa-chi? Haromdan ham tiyila olmagan bo'lsa, afsus, u odamlarga endi so'z ta'sir qilmaydi. Unda Ramazonni unga sabog'i ta'siri bo'lmagan bo'ladi. Chunki Ramazonni tarbiyasi avval haromdan qaytish, keyin esa haloldan tiyilish. Nafsini Allohning roziligi uchun jilovlab turish bu. Mana shu tarbiya amalda bilinadi. Odam o'zini tutadigan joyda, o'zini tiyadigan joyda, haqqi bo'lgan joyda, haqqi bo'lib turib ham Alloh uchun shu narsani tark qila olsa, ana o'sha insonda Ramazonning ta'siri, asari seziladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bir hadislarda aytadilarki: "Ana za'imun bi baytin fi rabadil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhibban." Kim haq bo'la turib tortishni tark qilsa, men unga jannatning atrofidan bir uyga, bir qasrga kafilman dedilar. Imom Abu Dovud rivoyat. Ya'ni o'zi haq bo'la turib, o'zi to'g'ri, haq, o'sha narsani masalada tortishsa yutib chiqadi hozir, lekin shuni Alloh uchun tark qilyapti. Ramazonda ro'za tutayotgan odam yoki umuman Ramazondan chiqqan odam o'zi halol bo'lgan, joiz bo'lgan, ruxsat bo'lgan narsani qilishlikka imkoniyati bor, ruxsat bor, lekin shuni Alloh uchun tark qilyapti. Demak, bu joyda katta bir foyda borki, Ramazon bizga har kuni, har onda, har soatda halol bo'lgan narsani qo'rqmasdan tark qila olishga kuch beradi. Ya'ni bu iymoniy kuch, taqvo kuchi. Insonning bir ichida bir immunitet hosil bo'ladi. O'zini lag'u, ortiqcha, bekorchi, befoyda narsalardan tiyishga o'rganadi. Hatto haq bo'la turib, deyapti Payg'ambar alayhisalom. Haq bo'la turib Alloh uchun o'sha bahsni tark qiladigan bo'lsa, jannatdan bir qasrga men kafilman, deyaptilar-ku. Demak, Ramazon bizga o'sha halol bo'lgan taom, halol bo'lgan suv, halol bo'lgan shahvatni tark qilish orqali Ramazondan tashqarida ham shunaqangi ortiqcha biz vaqtimizni oladigan, bizni pulimiz ketadigan, ortiqcha bizni band qilib qo'yadigan narsalarni tark qilishga o'rganamiz. Bu hadisdagi haq bo'la turib degan ibora juda katta ma'noni ifoda qiladi. Chunki odatda odam tortishuvni tark qilsa, ichida bir his turadi unda. Men yutqazyapman. Men xor bo'ldim. Mendan o'tib ketdi raqibim. Haqqimni oldirib qo'ydim degan tushuncha bo'ladi odamda. Payg'ambarimiz alayhisalom esa aynan mana shu joyda tarbiya beryaptilarki, sen haq bo'lsang ham shu narsani tark qilgin. Alloh uchun tortishni tark qil, shunda senga katta bir maqom beriladi. Ya'ni irodali bo'lasan. Chunki ba'zi haqlar bor, ya'ni odamga halol bo'lgan narsalar bor-da, masalan, ovqat, ichimlik, halol narsalar, oila masalan, ayrim holatlarda o'zini himoya qilish masalan, haqqini talab qilish, birovdan molini talab qilish,
diniy masalalarda, fiqhiy masalalarda, ixtilofli masalalarda masalan bahs qilish, shu narsalarni ham Alloh uchun tark qiladigan bo'lsa, unda bir kuchli bir iroda paydo bo'lgan bo'ladi. Alloh taolo uchun tortishuvni tark qila olsa, mana shu bandada Ramazonni tarbiyasi, ta'siri ko'rinadi. Ramazonning birinchi darsi ham shu. Mo'min Alloh uchun halolni tark qilishni o'rganadi. Tongdan shomga qadar halol narsalardan tiyilgan banda hayotni boshqa kunlarda ham qalbini tiyishni o'rganadi. Bahsni tark qilish orqali, tilini tiyish orqali, fahsh bo'lgan har xil molo, ya'ni lag'u narsalardan tiyilish orqali nafsini ushlashni o'rganadi. Men haqman degan g'ururni tark qilishga o'rganadi, Xudo uchun tark qiladi. Ramazon unda demak iz qoldirgan bo'ladi. Ya'ni Ramazondan chiqqandan shu ishlarni qilsa, demak Ramazonni tarbiyasini olibdi bu mo'min deyiladi. Ro'zada diqqat bilan qaragan odam shunaqangi bir haqiqatni ko'radiki, har kuni har bir soat unga qiyinlashib boradi. Masalan, tong sahar unga bilinmaydi, ochlik, tashnalik. Abidga borib qiynalishi boshlaydi. Kuchi zaiflashadi, quvvati pasayib ketadi. Peshindan keyin yana zaiflashadi. Asrga borganda yana zaiflashib boradi. Har bir o'tayotgan soniya, soatlar borgan sari qiyinlashib boradi. Har kuni ro'zador odamda shu holat davom etadi. Iftor yaqinlashgani sari tashnalik ziyoda bo'lib boraveradi. Holsizlik kuchayib ketadi. Sabr ham yetmay qoladi ba'zida. Eng og'ir vaqtlar quyosh botishdan ozgina oldingi vaqtlar bo'ladi. Shunaqangi bir charchoq bosib odam uxlab bir yotib olaymi, dam olaymi deb boradi-ku. Ammo aynan shu og'irlikni avji bo'lgan payt Allohning bir yordami, rahmati bo'layotgan payt bo'ladi. Aslida o'sha og'iz ochishlikka yaqinlashib qolgan bo'ladi. Shu darddan, shu ochlikdan qutulishlik vaqti yaqinlashib qolgan bo'ladi aslida. Bir ozdan keyin iftor qiyinchiliklar ketadi. Nimaga erishadi? Ajrga erishadi. Qiyinchilik tugaydi, u odam og'zini ochadi, ajrga erishadi. Ramazonning savobiga erishadi. Ramazon tarbiyasini maqsadi ham shu. Ramazonning haqiqati mana shu. Ramazon tarbiyasi mana shu haqiqatni bizga har kuni o'rgatadi. Mo'minning yo'li ham boshqacha ko'rinadi mana shu bilan. Ya'ni Alloh taoloning bir mo'minga hayot yo'li ham xuddi shunaqa. Insonni tug'ilishidan vafot etguniga qadar hayot sinovlari ham shunaqa. Bolaligida qiyinchiliklar bilinmaydi. Katta bo'lgan sari sekin mashaqqatlar ko'payib boradi. Uylanadi, farzandli bo'ladi, nabirali bo'ladi, hovli qilish kerak, farzandini uylash kerak, ishi bor, qancha tashvish, insonni tug'ilishidan vafotigacha qadar bo'lgan musibat, mashaqqatlar ham xuddi shunga o'xshaydi. Borgan sari qiyinlashadi. Lekin qiyinchilik ziyoda bo'lgan payt, eng yuqoriga chiqqan payt unga Allohning yordami, tavfiqi yaqinlashib qolganligini alomati bo'ladi. Ya'ni u vafot etgandan keyin jannatga kiradi mo'min. Taqvodor bo'lsa, ibodatli bo'lsa, albatta jannatga kiradi. Demak, o'sha oxirgi vaqtlari, o'lim soatlarida insonga hayot og'ir bo'lib ketadi, qiyin bo'lib ketadi. Vafot etgandan keyin mo'min bo'lsa, taqvodor bo'lsa, qabr hayotida, undan keyingi barzax hayotida albatta u uchun yaxshiliklar boshlanadi. Eng qiyin kunlar aslida ko'pincha ertaga yaxshi bo'lib ketar, ertaga hamma ishlarimiz yurishib ketar deb turib, mo'min shunaqa qiyinchilik paytlarda umid bilan o'tib ketadi qiyinchiliklardan. Shunda insonning ichidan beixtiyor oyat keladi-ku, mata nasrulloh. Qachon bir Allohning yordami keladi? Qachon bizga Alloh najot beradi? Bu qiyinchiliklardan, bu hayot tashvishlaridan degan narsa insonning ichidan o'tib ketadi. Bu so'z mo'minning umidsizligidan emas, balki bir insonning qalbidan beixtiyor chiqib ketadigan gap. Qachon biz bu mashaqqatlardan qutularkimiz degan gap, bu insonni ichidan chiqib ketadigan gap. Bu noumidlikdan, Allohning rahmatidan noumid bo'lib aytilgan gap emas bu. Va aynan shu nola qalbni uyg'otadi. Qiyinchilik kuchaygan bo'lsa, demak yakun ham yaqinlashib qolgan. Xuddi iftor oldidan chanqoq odamni chanqog'i kuchaygan holatiga o'xshatilyapti buni. Og'irlikni cho'qqisi ko'pincha yengillik eshigi oldida bilinadi. Ya'ni iftordan ozgina avval tashnalik kuchayib ketadi-yu. Ana o'shanga ishorat qilinyapti-da. Shu ma'noni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadis muboraklarida aytadilarki, Imom Buxoriydan kelgan hadisda isbiru fa innahu la ya'ti alaykum zamanun illa allazi ba'dahu sharrun minhu hatta talqaw robbakum. Mendan keyin shunaqa bir zamonlar keladi, u o'tayotgan zamon avvalgisidan keyingisi yomon bo'lib boraveradi.
yomon bo'lib, fitnali bo'lib boraveradi, hatto Robbilaringizga yo'liqqunga qadar shu holat davom etadi deganlar. Imom Buxoriyda kelgan hadis. Bu hayot shunaqa. Eng saodat asri Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonlari. Undan keyingi sahobalar, sahobalardan keyin tobiin, tobiin. Undan keyin zamon, ya'ni odamlarni hayoti yomonlashib boraveradi. Yomonlash deganda ularni yashash tarzi emas, ibodati, taqvosi susayib boradi degani. Dinda fitnalar ko'payib ketadi. Musibatlar ko'payib ketadi dinida. Mana shunga ishora qilganlar payg'ambar alayhisalom. U yashash sharoiti, yeb ichishi uni nazarda tutmadilar. Dini borasidagi muammolar ko'payib ketadi degan ma'noda aytdilar. Go'yo ro'zadagi qonun quyosh botguniga qadar soat sayin og'irligi ortadi, dunyo quyoshi botguniga qadar ham xuddi shunday. Alloh taoloning yordami kelguniga qadar, qiyomat yaqinlashguniga qadar sinovlar og'irlashib boraveradi. Ammo oxiri bor, nihoyasi bor, oxirida qiyinchiliklar o'tib ketadi, mo'min ajrga ega bo'ladi. Ro'za yana bir nozik bir haqiqatni o'rgatadi bizga. Iftordan oldin odamning hayolida har xil narsalar o'tib ketadi. Oldiga ovqatlarni qo'yib oladi, suvlarni qo'yib oladi, uni yevoraman, buni yevoraman deydi. Ayniqsa mana hozir bahor fasli bo'lganligi uchun havoda salqin, masalan, kun ancha uzun emas, lekin ayniqsa Ramazon agar yoz kunlariga to'g'ri kelib qolsa, 16 soat, 15 soat og'zbek bo'ladi. Ayniqsa havo issiq bo'ladi, ko'chaga bir borib kelsangiz chanqab, tomoqlaringiz qaqrab ketadi. Oldingizga bir qancha suv qo'yib olasiz, har qancha ovqat qo'yib shuni og'iz ochganda hammasini yevoraman deysiz, lekin o'sha qiyinchilik paytida o'sha gaplarni aytasiz, og'iz ochilgandan keyin ozgina narsaga to'yib qolasiz. Ozgina suv ichsangiz chanqog'ingiz bosilib qoladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam hadislarida aytdilar: "Zahaba az-zama'u wa batallat al-uruq wa thabata al-ajru inshaalloh." Ana Abu Dovuddan kelgan hadisda chanqoqlar ketdi, tomirlar namlandi, inshaalloh ajr sobit bo'ldi dedilar. Ramazon shunaqa. Bizga sabrni o'rgatadi. Bu ibora faqat bir kunlik ro'zani yakuni emas, bu butun umrni timsoli. Quyosh chiqqandan botguniga qadar bo'lgan har bir kun qandoq o'tadigan bo'lsa, tug'ilganimizdan umrimizning oxiriga qadar bo'ladigan hayot ham xuddi shunaqa. Chanqoqlar bo'ladi, qiyinchiliklar bo'ladi, eng oxirgi damlar eng og'ir tuyulishi mumkin. Ammo hammasi o'tib ketadi. Hammasi tugaydi, qoladigan narsa ajr bo'ladi. Endi odam mana shu chanqoq paytda aytgan gaplar bor-ku, shuncha suvni ichib yoraman deb o'sha ro'zani oxirida aytgan gaplardan og'iz ochgandan keyin taajjublanib, shunga shunchami? O'tib ketdi-ku. Shunga shuncha qiynaldimmi men deb turib, inson o'sha og'iz yopig'i vaqtida iftordan ozgina oldingi tashnalilarni eslab, qilgan ishlarini eslab kuladi, taajjublanib hayron qoladi. Inson vafot etgandan keyin ham xuddi shunaqa. Shu dunyoda shuncha g'am chekib yurganmidim? Shuncha musibatlarni boshimga ko'tarib yurganmidim? Bu dunyodan ham yaxshi hayot bor ekan-ku. Dunyodan da go'zal hayot bor ekan-ku deb vafot etgandan keyin inson xursand bo'ladi. Mana shu sadoni Ramazon har kuni bizga eslatadi. Shu darsni qalbiga ko'chirgan odam hayotining eng qattiq soatlarida ham umidini yo'qotmaydi. U biladiki, itoatni qiyinchiligi o'tadi, savobi qoladi. Ibodatlarning qiyinchiligi o'tib ketadi, savobi qoladi. Ma'siyat, gunohlarning lazzati ham o'tib ketadi, gunoh qoladi. Ro'za esa har kuni bizga mana shu haqiqatni qayta takror tushuntiradi. Sabr qil, og'irliklarga chida, o'tib ketadi, oz qoldi, sabr qil deb o'rgatadi. Asta-sekin insonning qalbida mana shu tarbiya shakllanadi. Va yana Ramazonda bizga Alloh taolo shunaqangi bir haqiqatlarni o'rgatadiki, halol narsani tark qilishlik bilan o'sha ne'matning qadrini bizga tushuntirishni o'rgatadi. Ro'zada og'iz ochish paytida odatda oddiy nonni, oddiy suvni lazzatini his qilmagan kishi bo'lmasa kerak. Chunki ro'za tutgan, qorni och, chanqoq, bitta qattiq nonni qo'yib qo'ysangiz ham o'sha non bilan ham qo'yib bersa iftor qilib qanoatlanib ketaveradi odam. Lekin qorin to'q paytda u nonni hech kim yegisi kelmaydi. Oddiy ovqatni ham yegisi kelmaydi qorin to'q paytda. Nimaga? Chunki ne'matning ichida yuribdi. Nonushta qilyapti, abid qilyapti, kechki ovqat qilyapti, orada bir narsani yeb olyapti, ichib olyapti. U ne'mat har qancha lazzatli bo'lmasin, qorin to'qligi paytida uni lazzat bo'lmay qoladi. Alloh taolo bizga halol bo'lgan shu ne'matni bir fursat olib qo'yishlik bilan o'sha ne'matning qadrini bizga
tottirib qo'yishni istaydi. Ramazon bizga har kun, har soat mana shu ne'matning qadri haqida eslatma beradi. Ne'mat har vaqt qo'l ostimizda, qo'limizda muhayyo. Istagan paytimizda tayyor tursa, u ko'nglimizda qadrsizlashib boradi. O'sha ne'matni qadr tushib ketadi. Qo'limizda xohlagan payt yeydigan, ichadigan bo'lsa. Ammo ne'mat bizdan bir muddat uzilib qo'yilsa, keyin Allohning izni bilan yana halol bo'lib qaytsa, ya'ni og'iz ochilsa, qalb uni boshqacha ko'radi. Til uni mazasi bilan boshqacha rohatlanishni boshlaydi. Ramazon bizga shu haqiqatni amalda o'rgatadi. Alloh taolo ovqatni, ichimlikni, shahvatni vaqtincha man qiladi, so'ng yana halol qilib qo'yadi va qaytarib bizga o'sha ne'matni iste'molini ruxsatini beradi va qaytarganida uni shirin qilib qaytaradi. Yana ham oldingizdan totli qilib qaytaradi. Demak, shariatda bir narsani Alloh taolo bizga taqiqlab qo'ygan bo'lsa, bu taqiqni ortida ko'pincha bandaga foyda bo'ladi. Alloh taolo uni bizdan olib qo'yish uchun emas, balki o'sha ne'matni bizga yanada yaxshiroq qilib, undanda bir lazzatliroq qilib qaytarishni istagan bo'ladi. Xuddi shunga o'xshab Alloh taolo bizlarni taqdirotimizda bandani bir narsadan mahrum qilib qo'ygan bo'lsa, bu mahrumlik ko'pincha bekorga emas. Alloh taolo uni bizga yaxshiroq qilib, suyukliroq qilib, qalbni, ko'zni quvontiradigan tarzda qaytarishni istagan bo'ladi. Bu qaytish ba'zida dunyo hayotida bo'ladi yoki oxirat hayotida yoki dunyoda ham oxiratda ham bo'lishi mumkin. Bunga bir misolni ulamolarimiz keltirishadi Qur'oni Karimdan. Musa alayhisalomni onasiga Alloh taolo ilhom qilganligini eslatishadi. Mana Musa alayhisalom qissalarini bilamiz. Firavun zolim askarlar bilan tug'ilgan chaqaloqlarni, o'g'il bolalarni o'ldirtirardi. Qaysi xonadondan yig'i ovozi kelsa, askarlar kirib bostirib borib chaqaloqni o'ldirib tashlashardi. Musa alayhisalom onalari Musa alayhisalom dunyoga keltirdilar. Ba'zi xoinlar sotib qo'yishdi askarlarga. Mana shu xonadonda chaqaloq tug'ildi. Askarlar bostirib kelishayotgan paytda Musa alayhisalom onalariga Alloh taolo ilhom qildiki, tez bolakayni daryoga oqizib yubor. Tasavvur qiling, yangi tug'ilgan chaqaloqni ona qandoq qilib o'zini bag'ridan chiqarib yuboradi. Shundoq to'tiyo ko'zini quvonchi bo'lgan farzandini qandoq qilib daryoga tashlaydi. Garchi zohirdan bu nihoyatda og'ir. Alloh bu narsani ilhom qildi onalariga, tezda tashladi. U kishi tezda savatchaga solib bolalarini Musa alayhisalomni daryoga oqizib yubordilar. Askarlar qarashdi, tintuv qilishdi, chaqaloq yo'q. Qaytib ketishdi. Allohning taqdiri bilan Musa alayhisalom daryoda oqib borib, Firavunni uyiga yetib bordilar. Ya'ni o'sha daryoning pastida Firavunning katta saroyi bo'lardi. Kanizaklar daryodan chaqaloq tutib, to'g'ri Osiyo onamizni oldiga olib kirishdi. Osiyo onamizni borakayni bir ko'rishni yaxshi ko'rib qoldilar. Chunki Alloh taolo aytganda: "Va alqaytu alayka mahabbatan minni." Ey Musa, men o'zim tarafimdan senga muhabbat ato qilganman. Ya'ni Musa alayhisalomga Alloh taolo shunaqangi bir chiroy berib qo'ygan ekanda, kim ko'rsa yaxshi ko'rib qolar ekan. Kim ko'rsa yoqtirib qolar ekan Musa alayhisalomni. Osiyo onamiz chaqaloqni ko'rib yoqtirib qoldilar. Qanaqadir mehrlar tushib qoldi. Osiyo onamiz bir necha yil farzandsizlik bilan qiynalgandilar. Chaqaloqni ko'tarib Firavunning oldiga olib kirib, "Ey Firavun, shu bolakayni yaxshi ko'rib qoldim. Shuni o'zimga o'g'il qilib olay, katta bo'lsin, saroyda o'ssin, bizga xizmat qilsin, bizga foydasi tegar" deb turib, iltimos qilib Firavundan ruxsat so'rab, chaqaloqni olib qoldilar. Allohning taqdiri bilan saroyda katta bo'ladilar Musa alayhisalom. Va Musa alayhisalomni singlisi axtarib kelib, o'sha bolakayga bir qarab beradigan ona topib beraymi deb u joyga borib qoldi. Va Musa alayhisalomni asl onasini boshlab keldi saroyga. Saroyda Musa alayhisalomni onalari o'zini bolasini bag'riga olib xursand bo'ldilar. Mana Alloh taolo aytayaptiki: "Faraja'naka ila ummika kay taqarra aynuha va la tahzan." Ey Musa, ya'ni Musa alayhisalomga vahiy nozil bo'lib, payg'ambar bo'layotgan paytlarida Alloh taolo vahiy qilib, eslaysanmi? Biz seni onangni bag'riga bir paytlar qaytarganmiz. Onangni ko'zi quvonib, g'amlar, xafaliklari ketishligi uchun seni bir paytlar yana o'ziga qaytarganmiz deb Alloh taolo eslatadi. Ya'ni o'sha paytda Musa alayhisalom onalari uylarida chaqaloqni olib o'tirganlarida nima bo'ladi-yu, olib chiqib tashlab daryoga tashlaganliklaridan keyin nima bo'ldi? Gohida bir ne'mat insonni o'zidan uzib qo'yiladi. O'sha ne'mat yaxshiroq bo'lib qaytib kelishi uchun. Endi Musa alayhisalom bag'irlariga olyaptilar onalari. Ona o'zini go'dagini bag'riga olyapti. Qanaqa holatda? Ko'zi quvonib olyapti va u bolaga hech kim ozor bermaydi.
Chunki u saroyda o'sadigan bir bola bo'lyapti. Uni omon erkin, erkin yashashi uchun ta'minot ham Alloh taolo tayyorlab qo'ydi. Saroyda katta bo'ladi. Osiyani farzandi bo'ldi u. Onangni ko'zini quvontirishlik uchun biz seni onangga qaytardik deyapti Alloh taolo. Demak, Ramazonda Alloh taolo bizni bir ne'matdan mahrum qilgan bo'lsa, u narsani mahrum qilish biz uchun yomonlik emas, balki o'sha ne'matni yanada totliroq qilib qaytarishlik uchun bo'lyapti. Demak, ro'za bizga har kuni, har soat mana shu haqiqatni tushuntiradi. Shu darsni Ramazon har kuni bizga qayta-qayta o'qitiradi. Alloh bizdan nimadir man qilgan bo'lsa, bu bizga zarar yetkazish uchun emas, bandaning foydasi uchun. Shariatdagi taqiq ham, taqdiridagi mahrumlik ham mo'min ko'zida bitta ma'noga bog'lanadi. Alloh bandani tarbiyalayapti. Bandaga qadrni o'rgatyapti. Bizdan Alloh taolo nimani harom qilib man qilib qo'ygan bo'lsa, demak o'shani yaxshi tarafini bizga bermoqchi. Nimani buyurgan bo'lsa, o'shani yaxshisini bizga bermoqchi. Bandani shukurga yetaklayapti va vaqt kelganda inshaalloh o'sha ne'matni undan ham yaxshiroq qilib qaytarishni Alloh iroda qilyapti. Demak, Ramazonning hikmati, foydasi, Alloh bizlarga o'rgatmoqchi bo'lgan haqiqatlari mana shulardan iborat. Alloh hammamizga tavfiq bersin, amal qilishligimizni nasib aylasin. Subhanakallohumma bihamdika va nashhadu an la ilaha illa ant va nastaghfiruka va natubu ilayk.